Layl surəsinin 3-cü ayətinin oquluşı. Sual. Assalamu alaykum va rahmatullah. Ustoz, hadis sharifdan Unchi marjanlar degan kitobning 177-ci betida Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir hadis bor. Uningda sura Laylning 3-cü oyatini va zakari val unsa deb o'qishni to'g'ri degan ekan. Tushuntirib qo'ygan bo'lsalar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alqama rivoyat qilib mundaq deydi: Shamga kelib 2 rakat namoz o'qidim va Allohdan menga yaxshi suhbatdosh muyassar qilishni tilab bir guruh kishilarning orasiga kirib o'ltirdim. Bir oqsoqol kishi kelib yonimda o'ltirdi. Men bu kishi kim dedim, ular Abu Darda bo'ladi deyishdi. Men Allohdan menga yaxshi suhbatdosh muyassar qilishni so'rab duo qilgan edim. Silni menga muyassar qildi desam, u kimlardansan deb so'radi. Men Kufa xalqidan desam, u aranglarda Ummu Abdining o'g'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kashini, ivriqini, yostiqini ko'tarib yurib xizmatini qilgan kishi bartig'u, ya'ni Abdullah ibn Mas'udni demoqchi. Aranglarda Alloh o'z payg'ambarining tili orqali shaytonning sharridan saqlab qolgan kishi bartig'u, Ammarni demoqchi. Aranglarda hech kim bilmaydigan sirni biladigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirdishi bartig'u deb, andan vallaylini Abdullah qandoq qiroat qiladi deb so'radi. Men vallayli iza yaghsha wan nahari iza tajalla va zakari val unsa deb o'qib bersam, u Alloh bilan qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga o'z og'zi bilan moshundoq o'rgatgan dedi. Yana bir rivoyatda Alqama rivoyat qilib mundaq deydi: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning bir necha hamrohlari bilan Shamga bordim. Abu Darda bizning kelganligimizni anglab yanimizga kelib, aranglarda Qur'on o'qiy oladigan kishi bormi deb so'ragan edi. Biz ha bor dedik. U eng yaxshi o'qiy oladiganlar qaysinglar degan edi. Ular meni ishorat qilib qo'yishdi. U o'qigan degan edi. Men vallayli iza yaghsha wan nahari iza tajalla va zakari val unsa deb o'qsam, u sen bu xil o'qishni ustozingning, ya'ni Abdullahning og'zidan angladingmi deb so'radi. Men ha desam, u menmi bu xil o'qishni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning og'zidan anglagan edim. Sharnoqlar bundoq o'qishdan cheklayotidi dedi. Muslimning bir rivoyatida avlar meni va ma xalaqa deb o'qishimni xolayotidi, lekin men ularga ergashmayman deb kelgan. Mufassirlardan Ibn Atiyya mundaq deydi: Yuqorqi oyatni ko'pchilik sahoba kiramlar hozir biz Qur'on Karimda o'qiyotgan shaklda va ma xalaqaz zakara val unsa deb qiroat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud, Abu Darda radhiyallohu anhular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglagani bo'yicha va zakara val unsa deb qiroat qilgan. Ularning shogirdlaridan Alqama qatorliqlarmi shunday qiroat qilgan. Ularning qiroatida va ma xalaqa degan ibora yo'q. Bu qiroat yana Ibn Abbas va Ali radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan. Imam Alusi bu qiroat bir qancha sahobadan naql qilingan shoz qiroat bo'lib, uning bilan qiroat qilish joiz bo'lmaydi. Lekin u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bevosita anglagan kishiga nisbatan mutawatir hukmda bo'lib, uning bo'yicha qiroat qilsa bo'ladi deydi. Yuqorqi hadisda Abu Darda radhiyallohu anhu ularga ergashmayman degan. Amaliyotda Abu Darda radhiyallohu anhu o'zining qiroatini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bevosita anglaganligi uchun kaskin ishonchlik deb qarab shundoq degan. Biroq ko'pchilikmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bevosita anglagan bo'lg'achqa, ham ular son jihatdan mutawatir bo'lg'achqa, ularning qiroatimi kaskin ishonchlik. Bu qiroat o'xshashmasligini mundoq izohlash mumkin. Bu qiroatmi ko'pchilikning qiroatimi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgandir. Lekin Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qiroati keyincha amaldan qoldirilib mansux bo'lib ketgan. Mansux bo'lib ketganligidan bexabar qolganlar burunqi anglagan qiroatda o'qiyvergan. Osman radhiyallohu anhu Qur'onni qayta ratlaganda mansux bo'lib ketgan qiroatlarni elib o'tib, eng oxirgi qiroat shakli bo'yicha Qur'onni bir nusxa qilib bekitib, iqlimlarga avatgandan keyin hammaylar birdak Osman radhiyallohu anhu nusxasi bo'yicha qiroat qilishga boshlagan. Hech kim uningga xiloflik qilmagan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 1 nomerlik fatvo.